Siz bu videoni nechida ko'ryapsiz men bilmayman, lekin meni soatim bo'yicha tungi soat 3:27. Shuncha ishni qildim, uylarni tozaladim, hamma ishlarni qilib qo'ydim, Xudoga shukr. Pishiradiganlarimni pishirib qo'ydim. Ana endi bemalol yuzimni tozalasam ham bo'ladi. Va обязательно piling. Bu piling 2025-yilda oxirgi marta ishlatishim. Shu bilan keyingi yil, ya'ni 2026-yil ishlataman bu pilingni. Bu pilingni nimasi yoqadi menga? Bu pilingni har doim ishlatganimda mana ko'rib turganingizdek yuzimdagi ortiqcha keresiz qatlami ko'chib tushadi. Shu uchun bu pilingni juda ham yaxshi ko'raman va sizlarga ham tavsiya qilaman. O'zim marketdan sotib olsanglar bo'ladi. Menlarga tavsiya qilaman. Shu bilan birgalikda kirib kelayotgan 2026-yil hammalarga barakali bo'lsin, omadli bo'lsin, sog' salomatlikda, oilaviy farovonlikda, tinchlikda boshlash va 2026-yilni chiroyli o'tkazish hammamizga nasib qilsin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Meni kuzatishda davom etinglar.